yangi kurash qoidalarini va yangi kurash kiyimlarini tashkil qilganmiz. Bizning shu paytgacha bo'ladigan kurashimiz kim qanday xohlasa, qaysi kiyimda bo'lsa chiqib kurashgan. Biz bu kurash kiyimlari bilan jahonga ham chiqa olmaymiz. O'zbekiston davlatidan nariga ham chiqishimiz qiyin. Shu maqsadda biz mana yangi kurash kiyimini qildik. Hozir yetarlicha emas. Xudo xohlasa keyingi musobaqalarda shu kiyimlar bilan o'tadi. Yangi qoida bo'yicha hozir biz 1 yildan beri musobaqa o'tkazyapmiz. Men hozir sizlarga tanishtirib boraman. Qanaqa baholar berishni. Hakamlar sizlarga. Halol. Agar polvon haqiqiy 2 yelkasi tegmasdan yarim yelkasi tegsa, biz bunga yonbosh berdik. Agar 2 marta shu yonboshni tashlagan polvon, bu halol hisoblanadi. Qolgan hamma usullar bu hammasi chala. Agar 50 ta chala olsa ham polvon, bu yonboshi ham teng bo'lmaydi, halol ham bo'lmaydi. Shuning uchun kurashni qizig'i o'tishi uchun, bizning kurashimiz dunyoga chiqishi uchun halol, mard, chiroyli kurashish kerak. Faqat shundagina biz o'z kurashimizni boshqacha ko'rsatishimiz mumkin. Ko'rsatkichlar 3 ta baho bilan baholaymiz. Chala, yonbosh, halol. 3 ta hakamlarga tegishli bu yonbosh. Yonbosh tomoni bilan qo'lli yonboshga ko'rsatilsa bu yonbosh.